Bugun yana kravat yig'amiz. Men sizlarga kravat yasashni ham, yig'ishni ham eng oson usulini va boshqa ishlarni ham eng oson usulini shu videoni oxirida aytib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Obuna bo'lmayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa, undan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Kravat yig'ish ham, boshqa ishlarni ham eng oson yo'li bu shu ishni boshlash. Shu ishni boshlamagunizcha hamma narsa qiyin tuyulaveradi. Allohga tavakkal qilib boshlash kerak va natijasi Allohdan. Hammaga omad. Momig'imizga, momig' kravatimizga o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar.